Ota-onalarini gapiga kirmayapti bolalar, otaga jafo bo'lyapti, onani hurmati bo'lmayapti. Aldab yotishibdi bir-birini. Omonatlarga xiyonat bo'lyapti. Shuning kasal ko'p. Shuning kasal ko'p. Ibn Sino kitobida yozib qo'ygan o'sha dori bo'ladigan narsa dori bo'lmayapti. Nimaga? Havoni aynitvordik, havolarni aynitvordik. Qilmishlarimiz bilan fi sabilillah bir odamga yordam bergisi kelmaydi. Chunki qo'rqadida, uni ham og'zi kuyganda, aldab ketishganda. Yordam berib tur, qarz berib tur deb olishgan, keyin bermay qo'yishgan, omonatsiz bo'lib qolgan insonlar, birov o'shanchini birovga yordam bergisi kelmaydi. Qo'rqadi. Savob bo'lsin deb berib qo'yib ketida yugurib yurganlar qancha. Savob bo'lsin deb yaxshilik qilib tuhmatga qolganlar qancha. Hiyla nayranglar avjida. Bir ovqat ber, o'lib qolman debdi bir odam. Hali rahmi kelib, menga zahar berding, ovqatingda zahar bor ekan, hozir militsiyaga yetib qamataman deb 500 so'm, 600 so'm berib qutulibdi. Qanday qilishingizni bilmaysiz bir odamga. Yaxshilik qilaydi, balasiga qoladiganlar ham bo'lib qoladi. Qarang, insoniyat nima darajaga yetib kelyapti. Rahm shafqat qilgan odamga muttahamlik qilib pul olishgan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam mana bu muborak hadisni nihoyatda qattiq tayinlab aytdilar. Ahamiyat beraylik. Faman akhfara musliman fa alayhi la'natullohi va malaikatu van nasu ajmain. La yaqbalullohu minhu yawmal qiyamati adlan va la sarfan. Musulmonni haqqiga xiyonat qilgan insonga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Musulmonni haqqiga xiyonat qilgan odamga Allohning la'nati bo'lsin, malaikalarning la'nati bo'lsin, butun o'tib ketgan u mu'min musulmon insonlarning hammasining la'nati bo'lsin dedilar. Alloh qiyomat kuni uni qilgan amal solihini-yu farz va ibodatlarini qabul etmaydi. Bildingizmi xiyonat nima? Bola omonat. Bitta vijdoningizga havola bir so'z. Dunyoda bo'lgan, zamonamizda bo'lgan ish. Kelinni xizmatidan qoniqmagan qaynota 3 ta o'g'il nevara farzandini o'g'lini oq qilaman qo'yvormasang deb turib, qo'ydirtirib va 3 ta bolani kelin bilan uydan haydartirib, 3 ta bolani kelin bilan uydan haydartirib, qayerda yashasang menga nima deb boshqa ayolga o'g'lini boshqa qiz olib berdi endi. Xo'p. Shular aytadiki, shunday qilgan odam kechasi turib, yarim kechasida 2 rakat nafil namoz o'qisang, kunduzi 1000 rakat nafil namoz o'qiganni savobini topasan deyapti. Shu ish qilgan odam.
kechasi uxla, sahar tur. 3 ta nevarangni tirik yetim qilib haydab uydan, o'g'lingni oq qilaman deb majburan uyini buzdirib, yaratgan Allohni oldida bu omonatni 3 ta bolaga o'g'ling nima deb javob beradi-yu, sen bu adolatsizliging uchun nima deb javob berasan? Ko'p bunaqa so'pilar o'qigan namozini pesh qiladi, tutayotgan ro'zalarini-yu, insoniyatchilikni harfi yo'q ularda. Odamgarchilik, saxovat, yaxshilik, oqibat yo'q. Yana ular bitta narsani shior qilib olgan. Bir odam masalan hali Alloh diliga iymoni bor, tushuning. Iymoni bor, Xudodan qo'rqib, o'g'irlik qilmaydi, zinoga bormaydi. Xudo bir savob berar deb kambag'al yetimlarga yordam beradi-yu, hali hidoyatga tushib bir namozni boshlab o'rgani yo'q. Unga nima deydi haligi? Bir tiyin. Seni qilgan ishing bir tiyin. Sen namoz o'qimaganingdan keyin bir tiyin. Ha, u iymoni bor, Xudodan qo'rqyapti, namozga endi tushadi. Allohim shu fe'li bilan hidoyatga sovaradi. Nima kerak? Uni unaqa qiladigan ishidan ham qaytarishni kimga haqqi bor? Muhtaram birodarlar, Allohni maqsadini tushuningda. Namozni ham, ro'zani ham, hajni ham, zakotni ham Alloh avvalo qabul etsin. U qabul etmasa, inson men shularni zo'r qilib bajarib yuribman deydi-yu, birontasini Alloh qabul etib unga savobini berayotgan bo'lmaydi. Chunki uni fe'li xulqidan ma'lum. Avvalo namozxon odamni kamtarin qilib qo'yadi namoz. Dimoq osmondami? Tavba qilsin, namozini tuzroq o'qisin. Namoz o'qiyotgan odamni Alloh kamtarin qilib qo'yaman degan. Bir g'azabini yutadigan qilib qo'yaman degan. Omonatga xiyonat qilmaydigan qilib qo'yaman degan. Ig'vo, g'iybatlardan tilini tidirib qo'yaman degan. Unaqalarni qilmayotibdi. Astoydil bo'lsin. Mana bu hadisni ham eshiting. Ma naqadha qawmun al-ahda illa kana al-qatl baynahum. Ma naqadha qawmun al-ahda illa kana al-qatl baynahum. ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا صلت عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عليهم القطر. Xo'p. Bir qavm, bir xalqni aldaydi, omonatga xiyonat qilib keladi. Bir necha yillar bir-birini aldab kelgandan keyin Alloh ularni uradi. Qanday qilib bir-birini o'ldiradi? Bir-birini qirishadi. Bir-birini rosa aldashadi. 10 yilmi, 15 yilmi, 20 yilmi, unisi unga qasam ichib bundoq qilaman deydi, bunisi bunga o'sha ikkita millat, ikkita qavm bir-birini rosa aldaydi. Uzoq yillar bir-birini haqqiga xiyonat qiladi. Keyin Xudo ularni uradi, qo'li bilan urmaydi Alloh. Nima bo'ladi? Bir-birini qirib urush boshlanib ketadi. Bunaqa ishlarni ko'ryapmiz. Ko'rdik ham. Alloh uradi, endi keyin urush, qon to'kilishlar boshlanadi. Allohning g'azabi bu. Bekordan bekor birovga birov o'q otmaydi.